To'g'ri troynikni bunday holatda ishlatish mumkin emasligini bilarmidingiz? Qoidalarga ko'ra, bir tekislikli krestavinalarni ham ishlatish taqiqlanadi. Agar to'g'ri troynikni mana bunday, ya'ni vertikal holatda ishlatish haqida gapiradigan bo'lsak, buni cheklovlarsiz ishlatsak bo'ladi. Suv bu yerdan oqib kelib, pastga tushadi. Agar troynikni grozunital quvurga, ya'ni yotiq quvurga ulash haqida gapiradigan bo'lsak, unda troynikni ishlata olmaymiz. Bunday qilish mumkin emas. Masalan, u mana shunday turganda, chunki suv bu yerga oqib tushadi. Men bu quvurni olib turaman, chunki buni uzoq ushlab turish biroz og'irlik qilyapti va nima uchun mumkin emasligini tushuntirib beraman. Gap shundaki, suv tik quvurdan oqib tushganda, u shunchaki pastga uriladi, to'g'ri tubiga borib uriladi va u bu yerga urilib oqimga qarshi ham, oqim bo'ylab ham bir vaqtda tarqaladi. Vaqt o'tishi bilan bu yerda tiqilinch hosil bo'ladi. Chunki yog'lar to'planib, keyin yog'li toshga aylanadi va oxir oqibat kanalizatsiya bu yerda tiqilib qoladi. Bu birinchisi, ikkinchidan bu yerda juda katta zarba yuki bo'ladi. Oldingi videoda aytganimdek, ulanishni mana bunday qilish kerak va bu videoda yotiq quvurga qanday ulanishni ham tushuntirib beraman. Kanalizatsiya shunday loyihalashtiriladiki, suv bir tekis tezlikda oqishi kerak. Bir xil tezlikda deyarli tekis oqim bo'lishi kerak. Tezligi soniyasiga kamida 0.7 metrdan kam bo'lmasligi va quvurning to'lishi umumiy diametrining taxminan 30% atrofida bo'lishi kerak. Agar biz bu yerga to'satdan suv tashlasak, unda tabiiyki bu yerda hammasi aralashib ketadi. Shuning uchun silliq ulash kerak. Qo'shimcha troynikni chiqarish quvurga, ya'ni yotiq quvurga silliq ulash uchun uni yotiq holatda qiyshiq troynik bilan ulash kerak. Qarang. Mana shunday yotiq holatda ulanadi. Bu yerga esa quvur xuddi o'tgan videoda tushuntirganimdek, vertikal quvurdan grozunital quvurga qanday o'tish qoidalariga ko'ra ulanadi. Do'stlar, mana shunday to'g'ri konstruksiya hosil bo'ladi. Agar bu tarmoqni biroz uzoqroq qilishning texnik imkoniyati bo'lsa, buni qilish kerak. Agar bunday texnik imkoniyat bo'lmasa, tezlikni pasaytirish uchun minimal darajada mana shunday qism bo'lishi kerak. Bunday ulanishlar noto'g'ri. Shu bilan birga, agar men to'g'ri troynik qo'ysam, bu yerda men tushuntirgan muammodan tashqari shunday bir chalkashlik bo'ladi. Hatto biz buni shartli ravishda to'g'ri troynik bilan grozunital qilsak ham, bu holda ham bu yerga kiradigan suv oqimi, agar u katta bo'lsa, u bir vaqtning o'zida u yoqqa ham, bu yoqqa ham bosim beradi. Bizga esa hammasi pastga oqish kerak. Shuning uchun faqat qiyshiq troyniklar bilan ulanadi. To'g'ri emas. To'g'ri troynik faqat vertikal holatda ishlatiladi.